Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Qaynamızda diqqatinglar ekranımız olsun. Xitoy Sharq Turkistonda 619 masalani tekshirib bartaraf qilganligini oshkorladi. Tangritog to'rining 21-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari oldingi bir oy ichida Sharq Turkistonda 619 masalani tekshirib bartaraf qilganligini oshkorladi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish qilmishlari xalqaroda kuchli kun tartibga kelgan yaqinqi mezgillarda Xitoyda Sharq Turkiston xalqining xalqaro vaziyatga mos holda qo'zg'alib ketishiga bo'lgan qo'rqinchi oshgan. Shu sabablik har xil tuzumlarni o'ttirg'a chiqarib, Sharq Turkiston xalqi hamda Xitoyga ishlayotgan qo'rjoq amaldorlarni ta'qib qilishni kuchaytgan. Xitoy doiralari bu yil 5-oy ichida Sharq Turkiston bo'yicha Xitoy Kommunist partiyasining 8 turlik belgilamasini qattiq ijro qilib, 619 masalani tekshirib bartaraf qilib, bu masalalarga chetilgan 665 odamni bartaraf qilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq jazolangan shaxs va ularning millat ayrimisini oshkorlamadi. Bildirilishicha, jazolangan 665 kishining ichida shakilvozlik qilib Xitoyning buyrug'i bo'yicha ish qilmaslik masalasidan 461 tekshirilib bartaraf qilingan. Rohatparastlik, hashamatchilik masalasidan 158 tekshirilib bartaraf qilingan. 394 odamga Xitoy Kommunist partiyasining intizom jazosi hamda ma'muriy jazo berilgan. Xitoy 5-emgak kuchi nomida 300 mingga yaqin kishini yurtidan surgun qilganligini oshkorladi. Xitoy xalq to'rining 23-iyun bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy atalmish 5-emgak kuchini yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida bu yil 5-oyning oxirigacha Sharq Turkistonning shahar bozorlaridan 271.600 odamni boshqa yurtlarga surgun qilgan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Sharq Turkiston xalqini yurtlaridan surgun qilish vositasi orqali ularni oila madaniyatidan ayirib boshqa yurtlarga, hatto Xitoy o'lkalariga surgun qilib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Xotan viloyatidagi doiralar yaqinqi yillardan beri Uyg'urlarni boshqa yurtlarga surgun qilishni alohida harakat plani sifatida ijro qilib, atalmish ommaviy ishga o'rinlashtirish mulozimati nomida viloyat bo'yicha 200 ming atrofidagi Uyg'urni boshqa yurtlarga surgun qilgan. Xitoy xalqaro besimdan boshqa ig'ir ofatga duch keldi. Germaniya ovozining 23-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy navbatda davom qilayotgan virus hamda xalqarodagi siyosiy besimdan boshqa ig'ir kelkun ofatiga duch kelgan. Garchi taratqular hozir Xitoyda davom qilayotgan virus yuqumining taraqqiyotiga ahamiyat berayotgan bo'lsa-mu, ammo yoz faslining yiqilishishi sababidan Xitoy kelkundan mudofialanish besimiga duch kelgan. 6-oyning o'ttirlarida boshlangan qattiq yomg'ir Chongqing, Xubey, Guizhou va Guangxi qatorliq Xitoy o'lkalarida yuz bergan. Kelkun ofati tog' ko'mirilib tushishni keltirib chiqargan. Ofatda kelib chiqqan iqtisodiy ziyon tafsiliy xabar qilinmagan bo'lsa-mu, Xitoy ig'ir talofatga yo'liqqan. Bir qancha kun ichida yana Xitoyning 3 yilga to'smasi krizisi, ya'ni Sansha to'g'risidagi xabar yana bir qatim qiziq nuqtaga aylangan. Qattiq yomg'ir va kelkun orqa ko'rinishi ostida xalqaro taratqularmi yaqinda 3 yilga to'smasining bexatarligiga yaqindan diqqat qilishga boshlagan. Xitoy xabar manbalariga qaraganda, uda yoqqan qattiq yomg'ir 3 yilga suv ombiri rayonidagi suv o'rnining kelkundan mudofialanish chekidan eshish nisbati 2 metrga yetgan. Shuningga agishib, o'tgan yili yozda 3 yilg'ining shakli o'zgarib ketishga oz qoldi sarlavalik dokulat qiziq nuqtaga aylangan. Yaqinda yana Xitoy suv ishlari ministrligi 3 yilga to'smasining o'zgarib ketganligini dalillash bilan bir vaqtda kelkunning oldini olish xizmatini yaxshi ishlashni ta'kidlaganligi ijtimoiy taratqularda tarqatilgan. Xitoy xabarlariga qaraganda, Qingyuan shahri Fogang noyasidagi nurg'un yezi bozorlar tog' ko'mirilib tushish va suv yig'ilib qolish sababidan aholilarning qapsilib qolishini keltirib chiqargan. Mike Pompeo Xitoydagi musulmonlarni bostirishga Xi Jinping yo'l yo'riq beryapti dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19-iyun kuni yana bir qatim Xitoy rejimining Hong Kong masalasidagi javobgarligini ta'kidlab, Hong Kongdagi demokratiya namoyishini bostirishning Xitoy Kompartiyasi tushirgan buyruq bo'yicha o'ttirg'a chiqqan hodisa ekanligini bildirdi.
shuningdek Xitoy tavasidagi musulmonlarga qartilgan bostirish qilmishiga Shi Jinping yeshil chiroq yoqib beryotdi. O'z fuqarolarini bostirish qilmishi hech qachon nochilik yoki donolik bo'lgan emas deb ko'rsatdi. Mike Pompeo bu so'zni Daniyaning poytaxti Kopenhagen shahrida xizmat ziyoratida bo'layotganda aytdi. U Twitter betida tarqatilgan nutqida Amerika hukumatining navbatda kim bilan nima to'g'riliq so'zlashayotganligini yaxshi bilishi lozimligini. Chunki hozir bu hodisaning butun dunyoga emas, Amerikadagi har sohaga bakmo oshkora bo'layotganligini, Hong Kongdagi demokratiya talabini qo'pollik bilan bostirib o'tishning Xitoy xiloflik qilayotgan ko'plagan xalqaro ahdnomalarning biri ekanligini alohida ta'kidladi. Mike Pompeo so'zda hozir Xitoy Kompartiyasi va Shi Jinpingning bir qo'lliq lohiylashi bilan vujudga chiqayotgan kishilik huquq dafsandachiligining 2 dunyo urushidan buyongi eng zo'r saviyaga vakillik qilayotganligini, Xitoy armiyasining Hindiston chegarasida va qonunsiz zamin da'vosi qilayotgan Janubiy Xitoy dengizida jiddiy vaziyat paydo qilayotganligini buningga tipik misollar qatorida alohida tilga oldi. Yevropa ittifoqining rahbarlari Xitoyni va'dasiga vafo qilmaslikda aybladi. Xitoy rejimining xalqarodagi obrazi barg'ansiri salbiy tus olayotganda Yevropa ittifoqi o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabatida nurg'unlagan va'dalarning o'rindalmaganligini afsuslik ichida aslab chiqdi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining 23-iyundagi xabarida bu masala tafsiliy sharhlanib, ikki tarafning o'rtasidagi munosabatning kelgusi taraqqiyoti haqida ba'zi fikrlar o'tirg'i qo'yildi. Yevropa ittifoqining raisi Ursula Leyen alohida tilga olgan nuqtalar ikki taraf o'rtasidagi dunyo savdo tashkiloti orqali bir-biriga mablag' silish va'dalaridan tortib, klimat o'zgarishigacha bo'lgan sohadagi kelishimlarni o'z ichiga oladi. Ammo bu va'dalar va kelishimlardan ijro bo'lganlari bakmo oz ekan. Bo'libmi yaqinqi mezgilda yuqori pallaga chiqayotgan Hong Kongdagi demokratiya namoyishining bostirilishiga bo'lgan noroziliklar, kishilik huquq sohasidagi dafsandachilik, Xitoyning to'g'ri sohasidagi saxta uchur tarqatish qilmishlari qatorliqlar hammadan bakrak diqqat markazida bo'lmoqda. Ursula xonim bu vaqtda so'z qilib, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat hozir eng zo'r xiristlarga to'lgan bir mezgilga to'g'ri kelyotdi. Bo'libmi to'r hujumiga qaraydiganlar bo'lsak, buning nadin kelayotganligini ko'ra olamiz dedi. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan munosabati bu yil may oyidan boshlab yiriklashishga boshlagan. Bo'libmi Yevropa ittifoqi Xitoyni sistemalik raqib deb bekitgandan keyin buningga ulashibla o'tirg'a chiqqan 5G texnikasiga munosabatli masalalar buningga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardami Amerika hukumati o'tirg'a qo'ygan Huawei shirkatini cheklash chaqiriqiga ovoz qo'shish masalasi haqida kuchli munozaralar davom qilmoqda. Yana bir yoqdan Xitoy rejimining bu qatimqi Xitoy virusi mazgilda Yevropa ittifoqi qarata maska diplomatiyasini ishga solishi, Amerikaga bo'lsa urushqoq bo'rlar shaklda ayibni boshqalarga ortib qo'yishga urinish qilmishi tufaylidan bu xil yiriklik texmi yuqori pallaga chiqmoqda. Xitoy iqtisodining qattiq holsirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Bloomberg xabarlarining 22-iyundagi xabariga qaraganda Xitoy iqtisodining navbatdagi ahvoli o'tgan yilning o'xshash mazgiliga qaraganda ko'rinarli chekinishga yuzlangan. Xabarda buningdagi eng muhim sabab qatorida yaqinqi mazgildagi Xitoy virusining ta'siri alohida ta'kidlangan. Xabarda aytilishicha, qurashtirish amgaki, kapitalning chiqim qilinishi va parcha setish sohasi tarixdagi eng to'van saviyaga tushib qolgan. Bu hol bu yilning birinchi fasldagidan kichikkinali farq qildi ekan. Hammadan og'ir bo'layotgani parcha setish sohasi bo'lib, bu sohaning foyda olish nisbati g'oyat zo'r darajada to'vanlagan. Bo'libmi qurashtirish sohasi asliga kelgan bo'lsa-mu, setish halqasidagi bir izi to'xtab qolish sababidan iqtisodning asliga kelishida og'ir qiyinchiliklar ko'rilmoqda ekan. Mutaxassislarning fikricha, Xitoy iqtisodining o'sishida dunyoviy ehtiyojning eshib berishi muhim halqa bo'lib, navbatda bu jihatda og'ir chekinish mavjud ekan. Shu sababdan Xitoy iqtisodi umumiy jihatdan olganda bu yilning birinchi fasliga qaraganda 7% ga yaqin chekingan bo'lib, bu sonning davomli eshib boradiganligi taxmin qilinmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Nuri Turkal haqida maxsus xabar berdi. Washington shahridagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal yaqinda Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangandan keyin 23-iyun kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'zlarining Amerikadan ham baharlanish sahifasida maxsus Nuri Turkal haqida xabar berdi. Xabarda ayni vaqtda Sharq Turkistondagi lagerlarning birida dunyoga kelgan Nuri Turkalning oliy maktabni bitirgandan keyin 1995-yili Amerikaga o'qishga kelganligi hamda shuningdan keyingi hayot musofasi qisqacha aslab o'tilgan.
Shundaqla uning Amerikada qonun fanlaridan unvon olgan tunji Uyg'ur advokat bo'lish sifati bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotining vujudga kelishi lagerlar masalasini dunyoga anglatish qatorliq sohalardagi tirishchanligiga yuqori baho berilgan. Xabarda Nuri Turkalning Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga komissar bo'lib tayinlanishini Amerika hukumatidan Xitoyga avatilgan kuchli signal. Bu Xitoyning Uyg'urlarni lagerlarga qamash qilmishini hargizmi qabul qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidlashdir deb ko'rsatilgan. Nuri Turkal bu vaqtdagi ziyorat jarayonida ularga so'z qilib, o'zining yillardan buyongi Uyg'ur davosida jug'ilgan tajribalarining navbatdagi xizmati uchun bakmo foydali bo'lganligini ta'kidlab, ovozi o'chirilgan bir xalq uchun so'zlash kishiga to'limi huzur baxsh etadigan bir xizmat deydi. Ma'lum bo'lishicha, Nuri Turkal haqida xabar berilgan sahifa Amerika Tashqi ishlar ministrligining dunyoga Amerika haqida ma'lumot beradigan alohida ko'zniki ekan. Yevropa Ittifoqi Xitoyni ogohlantirdi. Valgochisi gazetining 23-iyundagi xabarda bildirilishicha, Yevropa Ittifoqining yuqori darajalik amaldorlari Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy iqtisodini islohot qilib, chet el shirkatlarga adil muomala qila olmasa, Yevropa Ittifoqi bilan Xitoyning munosabatining buzilganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqining yuqori darajalik amaldorlari Xitoy haqida bayonot e'lon qilib, agar Xitoy iqtisodini Yevropa shirkatlariga texmo ochib, chet el shirkatlarga adil muomala qila olmasa, Xitoyning Yevropa bilan bo'lgan savdo hamkorlik munosabatining buzilganligini, bu Yevropa Ittifoqining Xitoyga tutgan aniq maydoni ekanligini bildirgan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang va Xi Jinping bilan o'tkazilgan silliq yig'indan keyin Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Ursula Beijingni va'dasiga tezdan amal qilib, pat orada o'tkaziladigan mablag' selish kelishimi suhbatida munosabatini qayta tangponglashtirishni umid qilganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi amaldorlari yaqinqi oylarda ko'p qatim Amerika Xitoy o'tirisidagi yer shari xarakterini olgan to'qinishga qatnashishni xohlamaydiganligini ko'p qatim o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, Von der Leyen va Mitchellning so'ziga qaraganda, Yevropa Ittifoqi kunsiri xalqaro jamiyatga tahdid bo'layotgan Xitoyga nisbatan hushyorligini o'stirib, qaytirma zarba berishni xohlaydiganligini aks ettirmoqda. Berlinda Tajdor guvohchi nomli kitob to'g'risida matbuot yig'ini o'tkazildi. 22-iyun kuni Germaniyaning G'arbiy Janub radio televiziya kanali Xitoydagi jazo lagerlarining tirik shohidi bo'lgan Sayragul Savutbay to'g'risida yozilgan Tajdor guvohchi nomli kitobning german tilida nashrdan chiqqanligini, 23-iyun Berlinda bu kitobni tunishtirish yuzasidan matbuot yig'ini o'tkazilganligini, mazkur kitobda Sharqi Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va Qozoq qatorliq millatlarning Xitoyning jazo lagerlariga qamalib, ig'ir azoblarga mubtalo bo'layotganligi tafsili bayon qilinganligini e'lon qilgan edi. 23-iyun tushdan burun Germaniya poytaxti Berlinda Tajdor guvohchi nomli kitob to'g'risida matbuot yig'ini o'tkazildi. Yig'inga bu kitobning avtori Aleksandra Kavelius, kitobni nashr qilgan Yevropa nashriyotining vakillari, lager shohidi Sayragul Savutbay, ko'plagan mashhur axborot vositalarining muxbirlari, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Tulqin Ayso qatorliq kishilar qatnashdi. Matbuot yig'inida oldi bilan Yevropa nashriyotining mas'uli Stros apandi so'z qilib, bu kitobda Xitoyning jazo lagerlari siyosatining qurboniga aylanayotgan millionlagan Uyg'urlar va qozoqlarning hayot hikoyasining tirik lager shohidi Sayragul Savutbayning guvohligi orqali bayon qilinganligini hamda kitobdagi umumiy mazmunni qisqacha tushuntirib o'tdi. Kitobning avtori Aleksandra Kavelius xonim orqadan so'z elib, Sayragul Savutbay bilan o'tkazgan suhbatlari o'zining bu kitobni yozishdagi maqsadining 21-asrda Sharqi Turkistonda yuz berayotgan jazo lagerlari siyosatidan iborat bu qabohatni butun dunyoga yanama bakrak yo'ritib berishdan iborat ekanligini bayon qildi. Sayragul Savutbay so'zga taklif qilinganda, u o'zining jazo lagerida beshidan o'tgan kechmishlarini, ko'rgan bilganlarini, Qozog'istonga qochib chiqqandan keyingi hikoyasini va Shvetsiyaga kelib yerlashgandan buyongi turmushini bayon qilib, oxirida muxbirlarning savollariga javob berdi. Uyg'ur muxbiri Nurimanning oila a'zolari 46 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yevropa xabarlari to'rining 20-iyundagi xabarda bildirilishicha, Erkin Osiyo radiosining muxbiri Nuriman Abdurashidning opisi, dadasi va inisi Xitoy doiralari tomonidan atalmish terrorlikqa tayyorlik qilish xiyolida bo'lish jinoyati bilan jami 46 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Oilasining 2017-yili oldi bilan jazo lageriga orqadan turmaga tashlanganligini bildirgan Nuriman
Türkiye başta bo'lish bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro jamiyatning bu ishga aralashib, oila a'zolarining qo'yib berilishiga yordamda bo'lishini talab qildi. Nuriman Abdurashid Universitetini Sharqi Turkistonning Urumchi shahrida magistrlikni Markaziy Millatlar Universitetida Chag'atay tili va adabiyoti kasbida, doktorligini Turkiya Aga Universitetining Turk dunyosi tadqiqoti institutida folklor kasbida tamomlagan. İki o'g'lini savdogar qilib yetishtirgan va ikki qizini eng yaxshi maktablarda o'qitgan bir oilaning Xitoy rejimining nishoniga aylanganligini, Beijingning Sharqi Turkistondagi atalmish terrorlikqa qarshi turish yoki atalmish oshqunlikqa qarshi turish qatorliq safsatalarining hammasining yolg'onligini o'ttirg'a qo'ydi. Nuriman Abdurashid so'zida Xitoy Kompartiyasining asosligi Sharqi Turkistondagi tarbiyalangan va uqumishliq oilalarni nishonga olganligini, rayondagi madaniyat qirg'inchiligini tamomlash va Uyg'ur kimligini yo'qotish uchun bu guruhga chuqum yo'qotilishi kerak deb qaraldiganligini bildirdi. Nuriman yana oilasidagilarning turmaga so'langanlik xabarini Turkiyadagi singlisi Nursiman Abdurashidning Xitoyning Anqara elchixonasidan 2 yil jafoliq surishti qilishi natijasida olganligini aytdi. U so'zda dadam Abdurashid To'xti 2017 yili 12 kuni atalmish terrorlik faoliyatlarga tayyorlik qilish xiyolida bo'lish jinoyati bilan 16 yil 11 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Anam Tojigul Qodir o'xshash kunda 13 yillik qamoq jazosiga, inim Muhammad Alimo terrorlik faoliyatlarga tayyorlik qilish xiyolida bo'lish jinoyati bilan ayblandi. 2017 yili 20 avgust 15 yil 11 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi deganlarni bildirdi. Ziyorat jarayonida ko'z yoshlarini tutib ololmagan va oilasidagilarning vayron qilinganligini tilga olgan Nuriman Abdurashid mashina savdosi qildigan yana bir inisining 2016 yili 7 yillik turmaga hukm qilinganligini aytdi. Almazbek Atambayev 11 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Qirg'izistonda jinoyat tashkilotining rahbari Aziz Batukayevning qo'yib berilishida javobgarligi bo'lgan sobiq prezident Almazbek Atambayev 11 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Piromay rayonlik sudning sudiyasi Amilbek Kaypovning riyosatchiligida ochilgan sudga turmadagi Atambayev elib kelinmadi. Boshqa gumondorlar sudga chiqarildi. Chiriklik to'ri qurganligi uchun qo'lga ilingan Atambayev 11 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Atambayevning mol-mulklari musodara qilinishi va barliq davlat mukofotlarining qaytirib ilinishi hukm qilindi. Qirg'izistondagi turmalarda kuchli ta'sir bilan tunilgan va 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, 8 yilini turmada to'ldirib bo'lgan asli Checheniyalik Batukayevning 2013 yili aprelda qo'yib berilishi hamda Checheniyaga maxsus aeroplan bilan yo'lga selinishi xalqning noroziligini qo'zg'agan edi. 2011 yildan 2017 yilgacha Qirg'iziston prezidenti bo'lgan Atambayev 2019 yili 8 avgustda soqchilar tarafidan qo'lga ilingan edi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 23 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 27 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 42982 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1268 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 190.165 ga yetganligini, bir kun ichida 27 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 5001 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 1315 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 893 bemorning kasalining og'ir ekanligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar ko'payishga boshlagan viloyatlar ichida Adanada 14, Anqarada 21, Kocaeli'de 16 bemorning kasali og'ir ekanligini, salomatligi asliga kelgan bemorlar soni yuqumlangan bemorlarning sonidan ko'p ekanligini, xalqning ijtimoiy sorunlarda orliq saqlash, maska taqash qatorliq tadbirlarni birlikda ching tutib, Xitoy virusining yuqumlanishini azaytish kerakligini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.